Assalomu alaykum, hurmatli Agro Buxoro YouTube kanalimiz. Hurmatli Agro Buxoro Telegram guruhimiz obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Xudo dehqonchiliklaringizga, kasb-korlaringizga baraka bersin. Bizni kuzatib kelayotgan, har doim qo'llab-quvvatlab kelayotgan dehqon obunachilarimiz, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Kommentariy yozishdan umuman charchamasin. Har doimgidek mana shunday bizni qo'llab-quvvatlashga astoydil harakat qilinglar. Xudo xohlasa biza bu YouTube kanalimiz, Telegram guruhimiz orqali shu dehqonchilik sirlarini mukammal, to'liq o'rgatib kelmoqda biza. YouTube kanalimiz, Telegram guruhimiz o'z faoliyatini boshlaganiga 5 yil to'ldi. 5 yil oldin xuddi shu vaqtlarda may-iyun oylarida YouTube kanali, Telegram guruhimizni ochib, xalqimizga dehqonchilik sir asrorlarini ulashib kelmoqda biza. Bugungi mavzuyimiz dehqonchilik sohasida rosa qiyinchiliklar bo'lyapti. Hamma dehqonlarga juda katta sarf xarajat va aytarli hech qanaqa oxirida g'alvirni ko'targandan keyin unaqacha aytilayotganday foyda ko'ra olmaydi. Bu narsa men bilaman, ichida yurgan odamman. Bu sohani juda ko'p dehqonlar boshidan o'tgan. Masalan, shu yil agar ko'pchilik o'sha bodring ekib tashlaganda, bu narsalarni biza o'sha qancha ko'chatxonamiz bor. Shu sohada biza dehqonlarga o'sha nechtasiga yetkazdik. Bu yil bodring masalan aprelning 15-20sidan keyin narxi juda ham tushib ketadi. Qilgan xarajatlaringizni oqlamay qoladi deb buni prognozini aytganmiz. Agar kimga aytgan bo'lsam, kimni ishlamadan eshitgan bo'lsa, iltimoslardan bir og'iz kommentariy qo'yinglar. O'sha pomidor narxi yaxshi kelishini men oldindan dehqonlarimga aytganman. Ko'rganlaringizda hozirgacha narx-navo juda zo'r bo'lib kelyapti. Hattoki 40 ming, 42 minggacha chiqdi. Bu 40 ming, 42 mingga chiqdi degani bu xalq arzon, dehqonlarga oson degani emas. Bu har bitta o'sha masalan qishda yetishtirilgan bodring 22 ming, 23 ming so'm sarf xarajat qilinadi. Masalan, sarf xarajat deganda nima tushuniladi? Yer yoki yerning arendasi, elektr energiya, gaz, soliq, qanaqadir yana sarf xarajatlar, dori-darmonlar, ishchi, suv, kimlardir suvlarni sotib olib beradi. Xo'sh, yana teplitsamizni himoyalab turgan selofanlar, trubalar ichiga suv yuradi. Har bitta yil o'tgan sayin ular qanaqadir o'zini umrini yo'qotadi. Urug', xullas ko'mir, rasxod juda ham ko'p. Bu rasxodlar bilan dehqon o'sha 1 kilo pomidor yo bodringning tan narxi shu yil 19 mingdan 22-23 minggacha bo'ldi-da. Tan narxi 1 kilo. Masalan, teplitsadan bodringni uzib bozorga yetib sotyapsizmi? O'sha 1 kilo tovar tan narxi o'zi to bozorgacha kelgancha dehqonni o'sha sarf xarajat qilgani 19 mingdan 22-23 minggacha bo'lib chiqadi. Xullas, shunaqa mashaqqatlar, ishlar orqali dehqonlar shu tan narxini qimmat bo'lgani hisobiga ko'p dehqonlar faqat muammoga yo'liqib, oxiri g'alvirni ko'tarsa hech narsaga yo'q. Kredit sarf xarajati bor. Qancha dehqonlar o'sha katta parnikchilar ular kredit to'laydi. Masalan, 1 gektar uchun hech bo'lmasa bir 15 mingmi, 12 mingmi so'mda bo'lsa
200 million kamiga 19% olgan bo'lsa, masalan 2-3 gektar tepilsa uchun 400 million bo'ladi bir yilga. U 400 million dehqon savdo qilib biladimi, yo'qmi, xudo biladi. O'sha uchun bu dehqonchilikka juda ehtiyotkorlik bilan har narsani o'ylab keyin harakat qilish kerak. Sizlarga men bu yil o'zimni taklifimni aytmoqchiman. Shu yil xudo xolasa biz bilan alohida lichkamizda Telegramga ishlab kelgan dehqonlar, alohida bevosita ishlab kelgan dehqonlar, to'g'ridan-to'g'ri ishlab kelgan dehqonlar juda ham yaxshi foydaga olib chiqardim. Allohga shukr, ular mendan davolni, ularni hammasini foydaga olib chiqdim. O'zimni o'sha dehqonchilik bo'yicha prognozlarim va o'sha dehqonchilik hosildorchilikni ko'p olib berganim orqasidan. Allohga behisob shukr. Xudo bizlarga ilmni yetkazyapti, qo'ldan kelgancha biz sizlarga yetkazyapmiz. Hamisha duoda bo'lasizlar degan umidda biz. Xullas, endi bu yilgi dehqonchilik planimiz kim bizlar bilan alohida ishlamoqchi bo'lsa, onlayn tarzda yoki kim bevosita to'g'ridan-to'g'ri ishlamoqchi bo'lsa, nomerlarni qo'yib qo'yaman. Bemalol o'zimga aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga noldan dehqonchilikning sirlarini o'rgatib boramiz. Masalan, bu yilgi planim o'sha o'tgan yil pomidor qilganman. Avgustning 16-siga hozirgacha terim jarayoni bo'lyapti. Hali tugagani yo'q pomidorimiz. Hurmatli dehqonlar, bu yil dehqonchilik bo'yicha juda ham ko'p yangiliklar bor. Yaxshi natijalarga erishib kelyapmiz. Shu yil undan oldingi yillar ham, ana endi bu kelasi yil juda ham zo'r planlar bor dehqonchilik bo'yicha. Kim biza bilan lichkada onlayn ishlamoqchi bo'lsa yoki bevosita to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib bizaga agronomlik qiling, dehqonchilik sirlaridan bemalol bizaga ham o'rgating, bizlarni ham yaxshi foydaga chiqarib bering demoqchi bo'lgan dehqonlar nomer qoldiryapman, ko'ryapsizlar. Bemalol o'zim nomerim, aloqaga chiqasizlar. Bu yil konkretni plan bor. Shu gektaridan eng kami bo'lmadim deganda 200 tonna terib bilasizlar. 200 tonna. Bodring bo'lsa bodring, pomidor bo'lsa pomidor. O'zim sortini aytaman. U payvand bo'ladi, обязательно payvand. Oddiy ko'chat 2000 lik, 2500 lik ko'chatdan unaqa natija olib bo'lmaydi. Ularning ildizi nozik, ularning ildizi nematodaga chidamsiz, fuzarioz, vertisilioz, korkirutlarga chidamsiz oddiyning holda. Baribir kasal bo'ladi. Biz payvand bilan ishlayapmiz. Mana shu payvand qachon ekish, imенно hozir vaqti, masalan, yozga ekish uchun u payvand 60-65 kunga bir dona o'sha urug'ni tashlagandan keyin uni payvand qilasiz, boshqa narsa qilasiz, laboratoriyaga qo'yasiz, 20-25 kun. 60-65 kunga ko'chatlar tayyor bo'ladi. Kim biza bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlamoqchi bo'lsa, garantiya xudo xolasa hamma aytganimizni qilsa, aytgan chizig'imizdan chiqmay, erinmay, har kun biza bilan aloqada bo'lsa, 200 tonna gektaridan olib beramiz. Farq yo'q. Pomidormi, bodringmi, sortlarini o'zimiz aytamiz. Masalan, bodringdan qanday qilib shu natijaga erishsa bo'ladi, pomidordan qanday qilib shu natijaga erishsa bo'ladi. Endi bolgariskiy, u achchiq qalampir baqlajonlarga unaqa ko'p tonna va'da berib bo'lmaydi, lekin imенно ana shu pomidorga 100% garantiya, bodringga 90% garantiya. Sortlarini o'zimiz tanlab beramiz. Masalan, pomidor qilmoqchi bo'lsak, payvand bo'ladi. Bodring qilmoqchi bo'lsak, imенно qaysi fasliga ligini qarab sortini o'zimiz tanlab beramiz. O'sha sortdan ekishadi. Xudo xolasa biz bilan har kun onlayn tarzda uzoqlarga bo'lsa aloqada bo'ladi. Biz shu rezultatni olib beramiz xudo xolasa. Faqat biz aytgan o'sha kunlik har kun отчетni berib turish kerak, video rasmdan jo'natib turish kerak, har kun aloqada bo'lib turish kerak.
temperaturasi, boshqasi, suv qachon berish, ipidan ignasigacha hammasini tushuntiramiz. Bu uchun shu pastga ko'rayotgan nomerga telefon qilsanglar, o'zimning ish nomerim, bemalol o'rgataman. Bu shu yil ko'rdingizlar, pomidor agar Turkmandan yoki Xitoydan kirib kelmasa, O'zbekistonga narx 50-60 ming shu vaqtgacha turardi. Eng ko'tarilgani 70-80 ming, 100 minggacha ham chiqib ketishi mumkin edi. Bu narsani men prognoz qilganman, lekin Turkmandan, Xitoydan, Erondan furalab kirib kelishdi bozorga. Furalab. Xalqqa arzon bo'lsin. Buni hisobiga lekin o'sha ko'p dehqonlar unaqa joy ko'p foydaga chiqishmadi. Foydaga chiqqanlari biza bilan shu bevosita ishlab yurganlar normalniy foydaga chiqishdi. Onlayn ishlab yurganlar normalniy foydaga chiqishdi. Qolganlarini bilmadim. U 50-60 tonna olyapti, 1 gektardan dehqonlar u narsadan foyda ko'radi, lekin bizachalik foyda ko'ra olmaydi. Shu xullas mana bu videom orqali shuni aytmoqchi edim. Vaqt ketdi. Masalan, pomidorchilar shoshilinglar. Iyulning 20sidan 1-avgustga qadar payvandni ekishni tashkil qilyapmiz. Biz o'zimizni teplitsalarga iyulni 20sidan 1-avgustgacha. Bu narsa bir marta o'sha ekiladi ko'chat. 60-70 kunga pishadi. Bu deganiki oktyabrga pishadi degan. Oktyabrga bilasizlar, narx har yil shu 20 ming, 18 ming, 25 ming atrofida bo'ladi. Shu vaqtdan boshlaysizlar, oktyabr to'liq savdo qilasizlar. Ser quyosh, havo ham issiq bo'ladi. Noyabr savdo qilasizlar. Dekabrdan keyin noyabrning 20laridan dekabrdan 20sigacha sal narxlar tushadi, o'sha ham 12-15 ming bo'ladi. Keyin shu bilan yana ketdi. Yangi yil 10 kun yaxshi savdo bo'ladi, 20dan 30gacha. Undan keyin yana bir 15 kun, 20 kun maksimum bozor tushadi. Yanvarning 20si fevraldan yana pataloq ketadi. Bu degani oktyabrdan boshlab may, iyun oyigacha sizning hosilingiz bo'ladi. Necha oy bu? Oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, may, 8 oy bo'ldi. Iyunga ham bo'ladi hosil. 9 oy bo'ldi. 8-9 oy terim qilasizlar. 8-9 oy masalan hozir bizning plan bilan yursanglar, shu biz aytgan sortlardan qilsanglar, biz bilan har kun aloqada bo'lsanglar, shartnomadan qilsanglar, eng kamida 8 oy teplitsangiz bir xil terim qilib turasiz. Bir xil dahod berib turadi sizga, bir xil. 1 gektardan hech bo'lmasa 5 tonna, 6 tonna, 4 tonna terib o'tirasizlar. 20 ming bo'lsa o'rtacha narx. Biz shu yil sotdik o'sha oktyabr-noyabrdan pomidorimiz pishgan bo'lsa. O'rtacha 20 ming sotdik shu vaqtgacha. Endi o'sha mayning oxirgi 2 kunlaridan beri o'sha ham 18-22 ming atrofiga turibdi. Shu o'rtacha 20 ming aylanyapti bizga. Buni o'zlari hisob-kitob qilib olaveringlar. Bu yo'g'ini aytish shart emas. Shoshilinglar dehqonlar. Vaqt ketdi. 20-25 maksimum 1-iyungacha urug'larni ekishimiz kerak. Sortlarni o'zimiz tanlab beramiz. Agar kimga aniq bir ko'chatxona mazli aniq bir o'sha narsalari bo'lmasa, nomerga telefon qilaveringlar. Ko'chat bilan bemalol shug'ullanaveramiz. Zamonaviy 2 gektar issiqxona bor. Eng zo'r usloviyada, eng zo'r haligida yetishtirib beramiz. Payvand desangiz payvand, oddiy ko'chat desangiz oddiy ko'chat. Eng zo'r usloviyada yetkazib beramiz. Xullas,
Shu bugungi videomiz murojaatimiz bizni ixlos bilan kuzatib kelgan, qo'llab-quvvatlab kelgan, har doim qo'llab-quvvatlab kelgan yaxshi obunachilarimiz, Telegram guruhimizni kuzatib, bizga ustoz deb murojaat qilib yurgan dehqonlarimizga bugungi yangiligimiz. Telefon nomerlarini qoldirdim. Kimda qanaqa tushunmovchilik bo'lsa, yana bemalol shu telefon nomeriga telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Salomat bo'linglar. Kelgusi videolarga ko'rishguncha telefonlaringizni kutamiz.